Assalomu alaykum Lenush pardalarining obunachiları. Hozir bizda dars jarayoni. Qizlarimizning soni kundan-kunga ko'payib turibdi. Zahra 2007-yil apasi bilan keldilar. Bizani toza shogirdimiz. Xudo xolasa hozirdan qo'shildilar, lekin 6-patokda bitirib chiqadilar. Bugün taza kelgan qizlarimiz bilan klassik neoklasik fasollarni sxemada o'tdik. Ba'zi amalda abetacha nazariy, abetdan keyin amaliy darslar bo'lib turibdi. Bantovka terishni o'rganib turibdi qizlar. Şuna bozum yaptık ki beraber resmen. Qizlar Zahra 2007-yil zo'r pardachi bo'lsin deb opalari aytib ketdilar. Birinchi marta qaychi ushlashi. Xudo xolasa pardachilikka birinchi marta kirib kelishi. O'shay pardalarni kutib qolamiz. Uzun qilib, to'g'ri tutib qaychini. Qo'rqma. İkinci katlarım öteleriminde. Blok yazmaz ama